poytaxtning iqtisodiy muhiti ham tubdan yangilandi. Energetika sohasining izchil va tizimli rivojlanishi davlatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ishonchli energiya ta'minoti sanoat o'sish sur'atlariga, investitsiyaviy jozibadorlik, aholi turmushiga farovonlik, hududlar obodligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sirasini aytganda, energetika iqtisodiyotning barcha tarmoqlari, sanoat, transport, uy-joy kommunal xo'jaligi va ijtimoiy soha barqarorligi bilan bog'liq bo'lgan bazaviy tarmoq sifatida namoyon bo'ladi. Shu boisdan sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, energiya ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, uzatish va taqsimlashdagi yo'qotishlarni, atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish imkonini beradi. Ayniqsa, yuqori samarali uskunalar bilan jihozlangan yangi issiqlik elektr stansiyalarini qurish, shuningdek, elektr va issiqlik energiyasini bir vaqtning o'zida ishlab chiqarishni ta'minlovchi kogeneratsiya quvvatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida qad rostlagan yirik quvvatdagi kogeneratsiya 100 megawatt quvvatga ega bo'lgan gaz porshili investitsiya loyihamizga start berildi. Bugungi kunda loyihamiz aholiga va obyektlarga barqaror elektr energiyasi hamda issiqlik energiyasini yetkazib bermoqda. Loyihani ishga tushirish natijasida yiliga 876 million kilovatt soat elektr energiyasi hamda 858 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi yetkazib berilmoqda. Loyiha ishga tushirilganidan so'ng 50 ta yangi ish o'rinlari yaratilib, hozirda to'liq ish faoliyatini davom ettirmoqda. Yunusobod tumanidagi 4-issiqlik markazi hududida quvvati 100 megawatt bo'lgan mazkur loyiha ana shunday muhim tashabbuslardan biri bo'lib, Xitoyning Sintik kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan loyiha 3,5 gektar maydonda joylashgan. Uni moliyalashtirish uchun 65 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya yo'naltirildi. General Technology Group International Markaziy Osiyo mintaqasi Zongji VNN bilan hamkorlikda O'zbekistonning Toshkent shahrida 100 megawatt quvvatli issiqlik elektr qo'shma ishlab chiqarish loyihasini imzolashni muvaffaqiyatli yakunladi. Mazkur loyiha Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, ishga tushirilgach, mamlakatdagi elektr energiyasi va issiqlik ta'minoti tanqisligini samarali bartaraf etadi. Yuklamani tartibga solish imkonini beradi hamda barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga, loyiha O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarida tabiiy gazga asoslangan tezkor elektr stansiyalarini joriy etish uchun namunaviy ahamiyat kasb etib, kompaniyaning tezkor elektr ishlab chiqarish sohasidagi bozor ta'sirini oshiradi. Hozirgi kunda taxminan yanvar oyida O'zbekiston va Xitoy tomonlari mutaxassislarining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari natijasida obyektda umumiy barqaror chiqish yuklamasi 90 megawattgacha yetkazildi. Keyingi bosqichda Commercial Operation Date'ga erishilgach, doimiy chiqish yuklamasi 100 megawattni tashkil etadi. Loyiha jadvali bo'yicha ishlar tez sur'atda olib borilmoqda. Ishonchlilik darajasi yuqori bo'lib, kelgusida Markaziy Osiyo mintaqasi bozorida namunaviy loyiha sifatida belgilangan. Mazkur loyiha doirasida Xitoy kompaniyasi tomonidan keltirilgan 70 ta gaz porshili qurilmalari o'rnatilgan. Hozirgi kunda mazkur qurilmalarning barchasi ish faoliyatida 100 megawattga yaqin elektr energiyasi hamda 100 megawattdan oshiqroq issiqlik energiyasi tarmoqqa uzatilmoqda. Kogeneratsiya inshootiga Buyuk Britaniyadagi Rolls-Royce kompaniyasining 70 ta gaz porshin uskunalari, 70 ta issiqlik almashinuv modullari va 35 ta transformator o'rnatilgan. Qozonxonalardan iste'molchilarga bo'lgan issiqlik ta'minoti infratuzilmasi rekonstruksiya qilindi. Issiqlik magistrallari yangilandi. Tarmoqlar izolyatsiyasi quvurlar bilan almashtirildi. Bu esa turli darajadagi energiya yo'qotishlarning oldini olish imkonini beradi. 4-issiqlik markazi hududida Toshkentda birinchi yirik quvvatli elektr stansiyasi qurildi. Ishlab chiqarish quvvati 100 megawatt bo'lgan. Shu bilan birga 98 gigakaloriya issiqlik energiyasi ham ishlab chiqaradi bu stansiya. Toshkent issiqlik markazini iste'mol qilayotgan gazlarini limitlaridan oshmagan holda birgalikda faoliyatini olib borilyapti. Yiliga 35 million kubgacha
gaz iqtisod qilinyapti. Endilikda poytaxtning Yunusobod, Olmazor, Shayxontohur, Mirzo Ulug'bek va Yakkasaroy tumanlarida joylashgan jami 1846 ta obyekt doimiy issiqlik energiyasi bilan ta'minlanadi. Ularning 1400 tasi aholi xonadoni, qolgan qismi esa ijtimoiy soha obyektlaridir. Shuningdek, 292 ming xonadonga elektr energiyasi barqaror yetkazib beriladi. Loyiha ishga tushishi bilan issiqlik energiyasini ishlab chiqarish uchun sarflanadigan xarajatlar 40-45% ga kamayadi. Atmosferaga chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar miqdori sezilarli darajada qisqarib, oqova va suv tashlanmalari yuzaga kelmaydi. Loyihamizni qurishdan asosiy maqsad aholini barqaror issiqlik energiyasi hamda elektr energiyasi bilan ta'minlash. Bu kabi unikal loyihalar Toshkent shahrida kichik quvvatdagilari mavjud, biroq yirik quvvatdagi loyihalar sarasidan birinchi bor Toshkent shahrida ishga tushirildi. Oldin Yunusobod o'zida faqat 4-issiqlik markazi issiqlik energiyasini yetkazib bergan bo'lsa, hozir elektr energiyasini bir vaqtning o'zida yetkazib bermoqda aholiga. Qariyb 1900 ga yaqin soha obyektlari, shundan 1400 yaqinda joylashgan xonadon aholilariga elektr energiyasi va issiqlik energiyasi yetkazib berilmoqda. Loyihani ishga tushirilganidan so'ng jami 292 ming xonadonga issiqlik energiyasi yetkazib beriladi. Qilingan ishlar bilan tanishar ekanmiz, keng qamrovli bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'ldik. Bularning barchasi albatta xalqimizning yaxshi yashashi va farovonligi uchundir.